Assalomu alaykum hammaga. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz yakuniga yetgan. Bu yer Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida bo'ldi. Bu yerga akamizga ikkinchi bor ishlarni yakunlab beryapmiz. Ya'ni bu yerga Akfa'ni original mahsulotlariga xudo xolasa oldin qo'yib berganmiz buni. Hop, fresh bo'lgan. Albatta bizda bo'layotgan so'rovnoma deydimi? Hop, sizlardan xuddi o'sha holatda, o'sha razmerda ichkari ko'rinishini ham olib berdik. Hop, razmerlari ham hamma yo'q birga bir. Bu yerda endi fasonni ko'rib turibsizlar, o'zgargan holati bo'lgan. Shu joyga bitta so'rov, bu tomonida ham bor. To'g'risida hammasini. Endi savolki, bitta tagida zashni qilib, bezopasniy qilib, o'rtasiga ham shatlankani moslagan yaxshimi yoki seri holatda qilib fasonni go'zal qilgan yaxshimi? To'g'ri, bu chiroyli ko'rinishga, lekin tagida zashni bezopasniy hisoblanadi. Hop, o'sha holatiga bitta kommentariyada yozib o'tib ketasizlar. Чтобы sizlarning fikringlarga qarab biz ham tavsiya beramiz. Bu yerga biz bergan tavsiya tashqari kirishda xud bo'lganligi uchun bolalar bor, har xil holat bor. Shuning uchun tagida чтобы oyog'im yoki biror narsa teganda sinmasligi uchun qo'yib biz aytganmiz, arkafon bo'yin o'zlariga ham yoqqan. Endi bu holatga ichkarida endi bitta unaqa oshiqcha nima bo'lmasligi uchun deb shunaqa deb bildik. O'zlaring bitta yozib baho berib o'tib ketasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.